Allo, Alo. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilnozaxon, sizmisiz? Ha, Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? yaxshi. Sog' bo'ling. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Rahmat. Siz uchun atalgan eng chiroyli tabriklarni yo'llab, sizga baxtlarni, shodliklarni ulashmoqlik niyatida kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shu loyihaning boshlovchisi Mumtoz Begim bo'laman. Xayrli kunlarni sizga tilaymiz. Bugungidek go'zal ayyomlar qashlagan yangi yoshingiz bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Bir inson uchun nimaki baxtlar, saodatlar bo'lsa, hammasini siz uchun tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat, assalom. Bugun bir inson siz uchun atalgan eng chiroyli tilaklarni bizning loyihamizga yo'llagan ekanlar. Ushbu tabriknomalarni mualliflari kim bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'ring-chi. Annadan Rubayim. Mashallah, qayerdan bildingiz? Bilaman. Albatta. Ayni daqiqalarda barcha yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ana shu mehribon pochchangiz Azizbek aka hamda ammajoningiz Feruzaxon opalar sizni bugungi shukronalik ayyomingiz bilan muborakbod etmoqdalar. Rahmat. Rahmat, minnatdormiz. Va ularga hamrohlikda bobojoningiz Farqodbek aka, dadangiz Dilmurodjon aka, onajoningiz Faridaxon opa, ukangiz Nazarbek, doyingiz Jamshidbek aka, ammangiz Muhammadxon opa, Shahrozbek opangiz Jasminaxon, Shahriyor, Shohjahonlar va barcha yaqinlaringiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat. Minnatdormiz. Ularning sizga atalgan tabriknomalari, dilnomalari bor. Agar ijozat bersangiz, ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib berardim, maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Meni jigarimning yuragini bir parchasi bo'lgani. Issiq mehrimiz egasi, erkalab, suyib katta qilayotgan erkatoy jiyanim Dilnozaxon. Bizlarga olam qo'shlar olib kelgan kuning kechagidek esimda. Bugun faqatgina sen uchun emas, balki bizlar uchun ham ajoyib shodiyona xursandchilik kuni. Seni bugungidek go'zal ayyomlar qashlagan yangi yoshing bilan chin yurakdan tabriklayman. Senga dunyo va oxiratdagi jamiki saodatni tilayman. Avvalo, tanu joning sog' salomatligini, umrlarning eng mazmunli va ziyodasini, qalb xotirjamligini, dilingga sokinlik tilayman. Ilohim doimo mehribon Allohimning hifz-u himoyasida, yaqinlaringni qo'llab-quvvatlashida, ardog'ida bo'l. Bo'ylaringga ko'zlar tegmasin. Alloh o'zidan boshqa hech kimga va hech narsaga muhtoj qilmasin. Seni barchamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizni faxrimiz, g'ururimizsan. Necha yoshda bo'lsang ham men uchun erkatoy jiyanim bo'lib qolasan. Ota-onang, yaqinlaring va albatta meni baxtimga ham sog' bo'lgan. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Mehribonim, sen mening jonim. Farishtamsan, jannat rayhonim. Ortimdagi davomchim qonim, shirin so'zim, sen jiyan jonim. Dunyo ichra go'zalim o'zing. Kulishlaring yoqadi so'zing. Mehr bilan kuladi yuzing, shirin so'zim, sen jiyan jonim. Yaxshi yomon kunimda har on. Ammajon deb kelasan shodon, sen uchun xo'p berayin men jon, shirin so'zim, sen jiyan jonim deya ushbu go'zal dilnomalarni sizga tomon yo'llagan ekanlar. Sizni ham yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Ilohim, aytganingiz kelsin. Rahmat, salomat bo'ling. Tavallud kunlar, shukronalik ayyomlar yana bir bor qutlug' bo'lsin. Siz ham yaqinlar baxtiga doimo sog' bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat. Sizga sog' bolam.